Assalomu alaykum. Blackcraft sel obunachilari, tuzumizlar charchab qolmayapsizlarmi? Xudo xolasa mana ro'za Ramazon oylari ham o'tib ketdi. Xudo xolasa yana kontentlarni qilishni boshladik. Hop, bizda shu ko'rganinglardek obloshkada bo'ladi. Bizda anu kimdir tegishli joylarning rasmini qo'yib olib, bosh ushalib, vahima qilishlar bo'lmaydi. Xudo xolasa bizda obloshkada nima qo'yilgan bo'lsa, xudo xolasa o'shalar bo'yicha obzor qilamiz. Hop. Obloshkada qo'yilgan narsa shuki, o'zi oldindan bizani kuzatayotganlar yoki bo'lmasa Rockstone'ga qiziqayotganlar bo'lsa o'zi biladi. Rockstone'da zavodskiy parogi chiqmaydi. Xudo xolasa o'zi bu ishni biz ro'za oyida qilmoqchi edik. Endi hamma narsa Allohning aytgani bo'lar ekan, biz mana yo'llada tirbandliklar bo'lib, to'g'risi mollarimiz kelmay qoldi. O'shani hisobiga atab qo'ygan bo'lganligimiz uchun olib kelgan narsalarimizni bonus qilib beradigan bo'ldik. Xudo xolasa 5 ta narsa qo'ydik. Ya'ni parok qo'yildi, pilisoska qo'yildi, orqasida Rockstone'ga qiziqadiganlar o'zi biladi, orqasiga kuxnachasi bor, kichkina. Video davomida ham polni hamma narsalarni slayd qilib qo'yib qo'yamiz. Xudo xolasa yanada batafsilroq bo'lish uchun shu narsalardan bittasini tanlab olsanglar bo'ladi. 5 ta, ya'ni 15 ta narsa qo'yildi. Hop. Rockstone'imiz bo'yicha qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsak, o'zini zaryadkasida 280 km yoziladi, lekin yurish aniq faktiviy hozirgi kunda 210 km yuribdi. O'zini to'lovi 70 litr baki bilan taxminan 1300 yozadi, 1200 1100 atrofida yozadi. Xudo xolasa operator sal buyoqqa kelsangiz tushuntirib yuboramiz. Uzunligini ko'rib turibsizlar, 520. Batafsil videolar ham qo'yganmiz, bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Mashina yomon emas. Juda ko'pchilik liga taqqoslab yoki bo'lmasa li bilan solishtirib ko'ryapti. Bular ikkalasi boshqa dunyo. Li garatskoy bo'lsa, bular universal hisoblanadi, ya'ni shaharga ham videoxasini ko'rib turibsizlar, ancha Defender. Defenderdan olingan, Defenderni bilasizlar, o'rtacha 250 ming atrofida turadigan mashina. Buni ana ko'pchilik joyida aylanadigan mashinaga ham o'xshatyapti, значит bilinglar, qimmat videoxani beryapti. O'zi odatda u mashinaning narxi 180 ming. Buniki bo'lsa, pastda yozib qoldiramiz, narxlarni ham bemalol bilsanglar bo'ladi. O'zini puliga juda ham shikalat narx. Ko'rib turibsizlar, bo'yi ham pashti 2 metr. Hop, biz aytayotgan narsalar mana parog. Shuni ochganda yaqinroqdan parogini shuna ko'rsangiz bo'ladi. Mana parogi ochganda chiqib keladi. Yopganda o'zi kiradigan zavodskoy. To'g'ri, ko'pchilikda bor. Bu parogdan misol uchun imini videoxasi shunga o'xshaydi-yu, lekin $500, $600 atrofida turadi, lekin ancha baquvvat. U narsani kelib ushab ko'rsanglar, baquvvatligini bilasizlar, bemalol kiskilargacha ham ko'taradi. Mana bu yordamda aylanib o'tsangiz, pilisoskasini ham ko'rsatib yuboramiz. Pilisoskasi ham cho'tki ishlaydi. Tortib olishini ko'ryapsizlar, pilisoskasi bor. Hozir bilasizlar, har doim men shoshib sizlarga bo'lishligi uchun har doim birinchilardan video qo'yishga harakat qilaman. Hozir kuxnasini qo'yish imkoni bo'lmadi, ya'ni ko'rib turibsizlar, o'zi kun botyapti. Sal kechikib qolganligi uchun bera oling, men shuni obunachilarimga bitta ko'rsatib olay, keyin bemalol u yo'g'ini davom ettiraverasiz deb qo'ydim. Mabodo yana kimgadir qiziq bo'lsa, Telegramdan yozsanglar, kuxnasi qanaqa bo'lishligini videosini topsam, mabodo videosini qo'yib o'tib ketaman. Mabodo topa olmaydigan bo'lsam, Telegramdan yozsanglar, orqa kuxnasi ham qanaqa bo'lishini ko'rsataman. Xudo xolasa mana Mamutga ustunovka qilinadi. Mana Mamutga shunday qo'yiladi, mana hozir mana shu atrofga shunday qo'yiladi. Men videosini mabodo topsam, xudo xolasa videosini ham qo'yib, cho'tka qilib ko'rsataman. Bu asosan kofe damlashga, topoga chiqqanda bemalol Mamutdan 220 to'ki bo'ladi. 220 sini qo'yib olib, balon pishirib, nimadir qovurmoqchi bo'lsanglar, shuna skovorkasini qo'yib bemalol qo'ysanglar bo'ladi. Orqasida o'zi обязательно bor. Pilsoskalari bor. Orqasida pilsoskasi bor, zapaskasi bor, har doimgidek. Offroadning eng asosiy narsasi, ya'ni tog'u toshda yurgan paytingiz tasavvur qiling, baloningiz nimadir holatiga pisayib qoldi. Endi balon qidirib yurmaysiz, yoki bo'lmasa kimdir vizibga chaqirmaysiz. Zapaskasi bor-da, xullas. Mabodo menga zapaskasi kerak emas, men u zapaskadan pashti foydalanmaganman deydigan odamlar bo'lsa, arzonroq variantga bez zapaskali variantlari ham bor.
ichilarini ham yana qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Hop. Ichkarilari hozirgi kunda trendda bo'layotgan oranjiy rangda. Kurslar ancha ko'jalari ham ancha nima deydi? Pishu materialdan qilingan, bespirodniy zaryadniklari bor. Bu tarafda monitor, har xil rejimlari bor. Tog'ga chiqishmi, suvda yurishmi, toshdami, hamma rejimlari bor. Ular polniy panoramniy. Yuk ko'tarilmaydi, orqa ochilyapti. Ya'ni panorama tom bo'ladi. Mashina ancha derskiy, lekin shuni ham derskiy insonlar bo'lsa, nima deydi? Rostdan mashinada, ya'ni ba'zi bir mashinaga o'xshab, mana bitta kichkina tablochasi yoki bo'lmasa bir nimadirlar emasda, shu o'zimizga, ya'ni biz mashina deganda fikrimizga nima narsa keladi? Monitor, tablo, ya'ni tezliklarni ko'rish, boshqa, uni oldida odamlarni ko'rish funksiyalari bor. Plus, mana shunaqada, bu yoqda bardachok, bu yoqda pastakannik, bari bor, bari ham kattagina. Bemalol mamga zaryadga bu narsa tiqib yoki bo'lmasa USB lar xolodilnik bo'lsa tiqib qo'ysanglar bo'ladi. Hamda sekretni. Xullas, mashina realniy zo'r. Kelib ko'rib, realniy maqsad olish maqsad bo'lsa, kelsanglar, xudo xohlasa test drive'larni ham qilib beramiz. Mashina realniy. Yoqadi. Hozirgi kunda hamma joy li bo'lib ketdi. Misol uchun to'g'ri, lini ham o'ziga yarasha komfortlari bor. Men hech qaysi mashinani yomonlash yo nimadir maqsadda emas. Lekin o'ziga yarasha lidan pochka arzon mashinada $10,000. Misol uchun lini pulidek pul bo'lsa, olasiz o'zingizga oldiga o'g'ilchagami yoki bo'lmasa bir ukangizgami Gentra berib qo'yasiz yoki bo'lmasa buni but-butga strechilarga yoki bo'lmasa bir to'pollarga chiqishga qilib qo'ysangiz, Gentrani har doimgidek ishlarni bitirishga olsangiz bo'ladi. Xullas, o'zingizda variant. Orqa tarafini ham ko'rsatamiz. Orqasidagi sidiniya даже lida ham yo'q. Uverini ayta olaman shu narsaga. Lini shuncha komfort bo'lgan taqdirda ham, lekin lida yo'q sidinadan bor. Mana realniy bu tarafini, bu sidiniyasini, bu qulayligini lidan ancha aqlli deb bilaman. Linikini bilasizlar, prostoy sidiniya. Bizda prostoy sidiniyalardan ham bor, ikki xil variantlar bor. Aloqaga chiqsanglar, rangi bo'yicha, anaqalari bo'yicha bizda assortiment ko'p. Eslatib o'taman, biza O'zbekistondagi rasmiy diler hisoblanamiz. Xudo xolisa Xitoy bilan biz shartnoma qilib olganmiz. O'zbekiston bilan baribir sal qiyinroq joylari bor ekan. Proses ketyapti. Xudo xolisa ertaga bemalol shot spravkaga ham shot spravka bo'ladi. Ya'ni перечисна bormi, liboy to'lov asosida qilsanglar bo'ladi. Hozir ham bor, aloqaga chiqsanglar, liboy usul bo'yicha ozgina plyus minusi bor, to'lovlarni qilib beramiz. Kim qanaqa to'lov bo'lishidan qat'iy nazar, перечисnami, kimdir naqdmi, boshqami, hammasidan bor. Eng asosiysi kafolati 3 yil yoki 100,000 kilometr. Bunaqa kafolatda bunaqa bizda servisi ham bor. Keyin Xitoylarning o'zi kelib, bizning servislarimizni ko'rib, keyin bizga uverenniy bo'lganida, misol bizga berdi mana shu dilerstvosini. Ya'ni shuna Xitoy ofitsial saytiga shuna kirsanglar, xudo xolasa bizda bor. Ya'ni Green Energy deb yozilgan. Upravleniyalari ham mana har xil upravleniyalar bor. Mana hozir bitta upravleniya bilan ko'rsataman. Orqasi yopiq bo'lsa, mana bitta knopka bilan bemalol dalniga mana bitta telefon anaqani qo'yib, televizorni qo'yib. Endi oldida odam bo'lsa o'tirmaydi, lekin odam yo'qligi uchun ko'tarildi. Mana bemalol nariyoq tarafini ham qilib qo'yib, dam olib ketsanglar bo'ladi dalniga. Yana bitta knopka bilan shuni obratno qaytyapti. Menimcha qaysi mashinada bor? Pastga yozib qoldiringlar, ko'rganlar bo'lsa. Men to'g'risi ko'rmaganman. Taxo bor mana misol uchun. Ya'ni o'zimizning mashinalar solishtiradigan bo'lsa-edi, bu o'zi Taxodan ancha arzon, bilasizlar. Taxolar hozir $100,000 bo'lyapti. Xullas, orqada klimat kontrollari bor, orqa qatori bor yana buni. Hozir endi sal besporядкroq turibdi. Hozir srochniy qorong'i tushmasdan video qilib oladiganligim uchun. Panoramasi полный panorama bor mana. Ochilmaydi, lekin video xavf chutki. Pastga bitta like bosib yuboring, esdan chiqib qolibdi-yu. Menimcha bosib yubordingiz-ku, aytmasam ham, o'sha sraz so'raydi deb turib, reaksiyaga ketib o'sha sraz chiqishi bilan menimcha like bosib olsa, pastga kommentariy yozib keting.
Keyin buni o'sha Roxstone yoki bo'lmasa kattaroq mashina olaman degan og'ayingiz shuna jo'natib qo'ying, balkim mashina qiziq bo'lib, ertaga-indin adashmaydi. Ba'zi bir klientlar keladi, boshqa keladi, adashib qolayotganligini aytadi-da, o'shani hisobiga adashib qolmanglar degan maqsadda videoni qilaman-da, to'g'risi. Xudo xolasa, mashina zo'r, ancha yil haydaysizlar. Mashina zo'r. Orqalarini ham mana orqa faralarini ham mana ko'rib turibsizlar, ancha gelik. Yani ba'zi birlar gelikka o'xshatib yuboradi. To'g'ri, endi hammaning o'zining dunyo qarashi bor, o'zining fikri bor. Lekin qimmat mashinani vidini beradi, realni ishoninglar. Polni bitta aylan atrofini shuna ko'rsatib bitta o'tsangiz, ko'pchilikga qiziq bo'lishi mumkin. Mashina viduxasi cho'tki. Mashina ko'rib turibsizlar, ancha derski mashina, realni. Jonidan Defender'ni beradi. Defender'ni aytayapman, 200 ming atrofida turadi bu mashina o'zi. Vidi cho'tki. Mashina rostdan zo'r, yoni ham bitta aylantirib olsangiz, xudo xolasa yana nimasini aytsam bo'ladi. Mashina yo'l tanlamas, rostdan yurishlari cho'tki. Biz o'zimiz tog'ga ham chiqib keldik, misol uchun Loylada ham yurib ko'rdik. Mashina realni zo'r. Asosan aytayapman, bu nima deydi? Tog' toshga, misol uchun universal odamlar bo'ladi-yu, misol uchun o'sha universal odamlar uchun, misol uchun jumagacha ham ko'pchilik oldinlari bizni to'g'risi yoshlikda Yevropa kinolari ko'rardik-da. Arada ishlab keyin dam olishga chiqib ketardi. Hozir bizda ham ish bo'lib qoldi-da, mana. Dam olishga boshqa mashina, ishga boshqa mashina bo'lib qoldi. Kiyimni alishtirish kerak bo'lib qoldi. Bu narsani siz ham qilsangiz bo'ladi. Bunaqa hech qachon kommentariyada negativ bildirib, bizga bu qimmat yoki bo'lmasa bir naqa deyish kerak emas. To'g'risi, men o'zim bilgan akalar bor, ukalar bor daji. O'sha odamlar ham harakat qilyapti, bo'lyapti. Yo'q emas. To'g'ri, hammada dunyo qarashi har xil. Lekin ishoning, bitta havas qilib bitta like bosib qo'ying. Xudo xolasa keyingi yil kamida shunaqasidan olaman deb, xudo xolasa bo'ladi. Xudo xolasa men aytmoqchi bo'lgan narsam sizlarga ulashadigan narsam yana videoni oxirida aytib o'tmoqchiman. Bonus bo'lyapti, shoshilib qolamiz. 5 ta 5 ta qo'yilgan, ya'ni original parok и original pilisoska и original orqasini bagajniki, ya'ni kuxnas deyiladi, shu kuxnas qo'yilgan. Xudo xolasa shoshilib qolinglar. Hammasini sizlar olsanglar ham men xursand bo'laman. Realni kelib turib, "Okey, shunaqa deb aytdingiz." O'zi $1200 sotganmiz, yana aksiya tugaydigan bo'lsa, mabodo kimdir olmoqchi bo'lsa, yana $1200 qo'shib, yana yaqinda utilizatsiya to'lovlari oshadi deyapti. Unga ham 2,5 ming sarflamaydi. Ozgina kutsam, xudo xolasa arzonroq olaman demasdan, niyatingiz bo'lsa, sразу keling, ishni bitiring. Shu buyog'i magi hech qancha qolmayapti. Shu to'lovlar avtomatik oshib ketadi-da, qimmatroqga tushib qolishinglar mumkin. Xudo xolasa shoshilamiz, pastda nomerlar bor, aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa kelganinglar uchun rahmat. Mana deb kelyapsizlar. Mana yaqinda aytganimdek, kimdir men video qilsam ko'rarmikin deb har bir inson o'ylar ekanda. Shu mana 12 tani urib qo'yamiz. To'g'ri, sal videolarni qo'yish, har bir ishlar bilan bo'lib ketib, videolarni qo'ya olmayapman. Bundan buyog'i mana boshlandi. Xudo xolasa mashina bozoriga chiqib, o'zimizning ham jam mashinalarni qiziq bo'lyapti. Juda ko'pchilik aytyapti, "Aka, shu narsalarni ham qiling, ko'pchilikga qiziq bo'ladi" deb aytyapti. Xudo xolasa bularni ham sekin-sekin mana erinmasdan borib jam mashinalarni ham xudo xolasa ko'rsatishga harakat qilamiz. Ne только bu avtosalon, o'zimning avtosalonim. Boshqa avtosalonlarni ham xudo xolasa bitta ko'rsatib, narxlari bo'yicha tanishishga harakat qilamiz. Xudo xolasa bundan buyoq bosamiz. Sizlar ham podдержка qilib, like, kommentariy, hatto bir kommentariy yozsanglar, misol uchun bizga hech qanaqa O'zbekiston misol pul bizga to'lamaydi. Prosta kommentariy yozib qoldirsanglar, juda ko'pchilik, ba'zi bir oladigan insonlar uchun, qiziq insonlar uchun misol ko'rishlikka sabab bo'ladi-da. Like, kommentariy обязательно. Bu prosta sizlarga podдержка bo'ladi. Misol jigar, tekin, bitta like и kommentariy. Shuning uchun kelinglar, xudo xolasa pastda nomerlar bor, aloqaga chiqib, xudo xolasa chiroyli narxlarda qilib beramiz. Bizani kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa erinmasdan sizlar uchun har bitta mashinani yozib qoldirsanglar, yana qanaqa mashinalarni, nima joylarini aytib o'tish kerakligini aytsanglar, xudo xolasa biz sizlar uchun harakat qilamiz. Xudo xolasa 12 mingta bo'lishimizga ham hech qancha qolmabdi. 50 tacha qolibdi. Xudo xolasa
kirib, bitta podpiska bo'lmagan bo'lsa, obuna bo'lib, xudo xolasa like, podpishka qilib turing, xudo xolasa kelajakda manfaatli bo'ladi. Ishonaman, baribir sizlar olasizlar. To'g'ri, bizda asosan qimmat mashina bo'lishi mumkin. Lekin bizga og'ir, bu qiyin, ertaga eplolmaymiz deyish kerak emas. To'g'risi, biz ham bir paytlar mani iminni bilgan odamlar biladi. Biz ham bunaqa oddiy oiladan bo'lganmiz. Inshaalloh hozir hammasi sekin-sekin erishilib kelyapti. Shuning uchun nima deb qolaman, obunachim? Bitta like bosgan qo'lingiz dard ko'rmasin. Kamida mana shunaqa mashinada nasib qilsin. Bizani kuzatishda davom etinglar. Pastda nomerlar bor. O'zingizlarni ehtiyot qilasizlar. Salomat bo'ling.